ayollar hozir eshitib meni sal xafa bo'lib qolishligi mumkin, ayollar past kelaveradimi deb. Yo'q, hamma narsani o'zini vaqti bor. Masalan, o'zimni qizim, unga ham shunaqa nasihat qilaman. Pastroq kelsang, chunki bilaman tajribamdan, hurmat topsang topasan, obro' yo'qotmaysan deb. O'zini vaqti bor shu. Men ham boshda xo'jayinimga aytardim. Iltimos chiroyli gapiring. Men ham bandaman. Bir kun men ham shu siz berayotgan salomga yarasha alik anaqa borsam, qo'pol anaqa qilib, keyingi safar bundan ham kuchliroq bo'ladi, 20 yildan keyin qarabsizki, shunaqani janjalkash, bir-birini hurmat qilmaydigan anaqaga aylanib qolamiz. Bir-birini eshitmaydigan oila bo'lib, bir-birini hurmat qilmaydigan, bolalar ham shunaqa anaqa tarbiya topadi. Keyin u janjalli oilada bolalar ham qanaqa tarbiya topadi? Bu ham bari psixologiyaga, bolalarga bari ta'sir bo'ladi. Voy, juda katta ta'siri bo'ladi. Juda o'zim bolalar psixologiman. Juda katta ta'siri bo'ladi. Janjalli oilalardagi bolalarni chiroyli oilada o'sayotgan bolalar bilan juda katta farqi bo'ladi. Turmushga chiqqanimga 20 yildan oshgan. Shu aytaman, ayol kishi pastroq kelishi kerak. Har doim. Haq bo'lsa ham, bizga adab shunaqa o'rgatadilar. Haq bo'lsang ham erkak kishi yoqtirmaydi, bab-baravar olishib turganni. Sal pastroq kelsa, haq bo'lsang ham haqman deb olishma ko'ziga qarab deb o'rgatilardi. Haqiqatda ekan, shunaqa yoshlar qizlarga shuni aytardim. Jim turishni bilish kerak. Hurmat topsa topadiki, kam bo'lmaydi-da. Obro' topsa topadiki, erkak kishidan past kelib gap qaytarmay, misol uchun shu jahli chiqib turibdimi, o'sha payt sal pastroq kelsangiz, erkak kishi o'zi tushunib yetadi. Erkak kishining kayfiyati yaxshi paytda gaplashib o'tirganda shuni to'g'ri tushuntirsangiz, tushunadi erkak kishi ham. Oilada ham misol uchun xo'jayinim bilan ham haq bo'lsam ham jim bo'lib, ishimni qilveraman, o'zlari hovurlardan tushadilar, kelib gapirib, kechirdim yillar-ku hayotda. Sekin bildirib qo'yadi. Ha, yaxshi ko'rgan narsamni ko'tarib keladilar, misol uchun nimadir yegim kelyapti degan bo'lsam, bir ikki kun oldin o'shani ko'tarib keladilar, tushunib yetaman. O'sha uzr so'raganlari, erkak kishi hech qachon uzr so'rash shart emas, kechir debdi. O'sha mehrini o'zi yetadi, sizni o'ylaganni, o'sha siz nima yaxshi ko'rishingizni, nima yegingiz kelayotganini o'ylab olib kelgani, uni kechirim so'raganida. Sizga shu e'tiborini sizga ko'rsatgani. E'tiborini, hurmatini ko'rsatgani. O'zini hurmatini ham bilish kerak, lekin olishib, talashib nimaga erishib bo'lmaydi. Hech nimaga erishib bo'lmaydi. Past kelib, bu joyi past bo'lib qolgan odamni ko'rmadim men. Qancha kam gapirsa, shuncha yutar ekan. Masalan, sizni kimdir xafa qilyaptimi, o'shanga ham javob qaytarmasangiz yutar ekansiz. O'sha payt yutqizdim deb o'ylaysiz. Lekin vaqt o'tib tushunib yetasiz. Yoshlarga maslahat deydimi? Kamroq gapirib, javob qaytarmasdan o'sha muammoli vaziyatlarda-da hurmat topishadi.